IELTS 5 yoki 0B1 bilan universitetga o'qishga kirsa bo'ladimi? Tanishing University of Digital Economies and Agrotechnologies. Qisqa qilib aytganda UDA. Bu universitet sizning 0B1 va IELTS 5 ballingizni qadrlaydi va kirish imtihonida ingliz tili bilogingizni mutlaq ozod qiladi va qolgan matematika va mantiqiy fikrlash testlarini ishlab, yurtimizdagi eng kuchli biznesga ixtisoslashgan universitetlarning birida talaba bo'lishingiz mumkin. Shu o'rinda nega bu universitet biznesga ixtisoslashgan eng kuchli universitetlardan biri? UDA 2024-yili 21-noyabrda Xalqaro Business Graduate Association assotsiatsiyasiga a'zo bo'lgan O'zbekistondagi 3-universitet bo'ldi. Bu degani siz ushbu universitetning biznes yo'nalishida o'qish orqali ushbu tashkilot resurslaridan foydalanishingiz, xalqaro tadqiqotlarni o'tkazishingiz va eng asosiysi jahon tan oladigan kuchli diplomga ega bo'lishingiz mumkin. Xullas, bu universitet xalqaro loyihalarda ham bemalol ishlay oladigan kuchli talabalar muhitini yaratgan. Kommentariyaga bir raqamini yozib qoldiring va men sizga bu universitet haqida to'liqroq ma'lumotni yuboraman.